Har bir katta natijaning ortida minglab kichik qadamlar yotadi. IELTS'dan 7,5 oldim. IELTS'dan 8 oldim. IELTS'dan 8 ball oldim. 12 yildan beri minglab yoshlarni mana shu lahzagacha olib keldik. Lekin ularning maqsadi bu bilan to'xtab qolmadi. Garvard. MIT, 100% grant. 100% grant. Stanford. Va biz natijaga erishgan o'quvchilarimizni eshitdik va shuni tushundikki, ingliz tili bu faqatgina boshlanish va biz keyingi bosqichga ham tayyormiz. Endi o'quvchilarimizni faqat IELTS natijasigacha emas, balki dunyoning eng top universitetlari sari ham tayyorlaymiz. Taxmin qildingizmi? Kutib oling. Cambridge'da SAT kurslari 12 yildan buyon 100 mingdan ortiq o'quvchilarga sifatli ingliz tili ta'limini taqdim etib kelayotgan Cambridge o'quv markazi endi sizni SAT yo'nalishida ham yuqori natijaga olib chiqish uchun maxsus tizim ishlab chiqdi. Bizning maqsadimiz sizni SATdan 1400 va undan yuqori natijalarga olib chiqish. Shu sababli o'quv dasturimiz aynan SAT formatiga moslashtirilgan va har 2 haftada mock test orqali natijalaringiz muntazam tahlil qilib boriladi. Har bir o'quvchining rivojlanish yo'lini dunyoning top 100 universitetlarida tahsil olgan Academic Coordinator kuzatib boradi. SAT natijasidan keyingi qadam ham muhim. Shu sababli Ivy Bank Admissions bilan hamkorlikda universitet tanlash, ariza topshirish, essay yozish va qabul jarayonida professional ko'mak taqdim etamiz. Bundan tashqari siz uchun 3000 dan ortiq topshiriqlar bazasi, maxsus SAT platformasi, support teacher tizimi, ertalab soat 8 dan kechki 20:00 gacha ishlaydigan coworking zonalari hamda kursni boshlashingiz bilan welcome box ham topshiramiz. Biz 12 yil davomida o'quvchilarimizni ingliz tilidagi muvaffaqiyat sari yetakladik. Endi esa ularga dunyoning eng kuchli universitetlariga bo'lgan yo'lida ham ishonchli hamroh bo'lamiz. Cambridge keyingi bosqichga ham sizni biz olib chiqamiz.